Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan Jack G3 haqida gaplashamiz. Qani marhamat. Jack G3 hozir ko'rib turganingiz furgon holat qilingani va buni bortovoy, ya'ni ochiq holatida ham bor. Jack G3imiz 1.8 lik atmosferli motor bilan jihozlangan, 128 ta ot kuchiga ega. Ko'rib turganingizdek, hop Isuzuga o'xshashib ketadi. Faralar juda ajoyib ishlangan. Bu yoqda ballonlarimiz, orqa qo'sh ballon, oldi esa yakka ballon hisoblanadi. Mashinani ichki tarafiga kirib o'tamiz. Sirazi plastikdan, sifatli plastikdan ishlangan, elektron oyna ko'tarib yoqishlari bilan jihozlangan. Rul pastga, tepaga kirib chiqish ham funksiyalari bor. Mashina hop 3 kishiga sidina mo'ljallab qo'yilgan bilan 2 kishilik hisoblanadi mashinamiz. Bunda interkulyar deb ataladigan mexanizm o'rnatilgan, ya'ni mashina motori qaynab ketmaydi. Buni menimcha haydovchilar, yuk mashina haydovchilar juda yaxshi tushunadi. Konditsioner, ABS sistema bor, hattoki EBD daj bor. Audio sistemani aytdik. Konditsionerlar mo'shni ishlaydi, juda zo'r. Ko'rsangiz, o'tirishga ham noqulay emas, juda qulaygina. Hozir rul pastga tushib, sidini yaqinlashtirgan holatida turibdi. Mashinamiz выхлоп ko'rib turibsiz, tashqaridan qilingan. Resor qismlariga ahamiyat beramiz. Bakimiz joylashgan, benzin bakimiz, metan propon 100% tushadi. Ramalar ham zaklevka qilingan, svarka daj ishlatilmagan desa ham bo'ladi. Podramniklar ham qisqa qo'yilgan orada. Mashina 370 ga 181 hisoblanadi. Buni furgonni ob'yom hisobiga oladigan bo'lsak, ob'yomda 10 kuba, 13 kubalar atrofida borib qoladi. Hozir o'lchamini aytib o'taman. Xo'p, izotermiz qilinmagan, faqatgina shu konteyner holatida turibdi. Xo'p, hisoblaymiz o'rtoqlar. Uzuniga 370, eniga 181 hamda bo'yiga ham 181. Yon tarafda eshiklari mavjud, orqa chiroqlar, zapaska ballonlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana yon eshigi. Hop, Jackni bilamizki, Xitoy bilan Germaniyaning совместный, ya'ni birgalikda ishlab chiqaradigan mashinalar hisoblanadi. Motor Jack kompaniyaning o'ziniki. Bakolar ko'rib turibsiz. Yana kimga qanaqa savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefon raqamlarini eslatib o'taman. 90 kodi bilan 133 88 66. Siz O'zbekiston hududida yoki chet el hududida bo'lsangiz ham bu raqam orqali butun respublika bo'yicha yoki chet elda turib ham gaplashishingiz uchun Telegram, Instagram, WhatsApp hammasi qo'yilgan. Hatto mana ko'rib turganingizdek YouTube kanallarimiz ham bor. Bu Toshkent Motors. Xo'p, yana bundan tashqari bizda yuk mashinalar turi ko'p, farq bor. Mana Jack bortovoyi bu. Albatta buni narxini aytib o'tadigan bo'lsak, narximiz $27,000. Bu konteyner qilingan holatidagisi. $27,000. Xo'p, agar bortovoy holatini, ya'ni ochiq holatini istovchilar, xohlovchilar bo'lsa, marhamat, hamma joyi o'sha obzor mashina $26,000 hisoblanadi ochig'i. Yopilgan konteyner holati esa $27,000. Telefon nomerlari yana qaytaraman. 90 kodi bilan 133 88 66. Ismim Turg'un, Toshkent Motors. Sifat qiymatdan ustun.